Assalomu alaykum hammaga. YouTube kanalimga xush kelibsiz. Bugungi videoda Amerikada bir kunim qanday o'tishini ko'rsatib beraman. Bugun menda faqatgina bitta klass bor, u ham tarix. Hozir darsim bo'ladigan joyga kelganman. Gigantic book of Sanborn maps every year. Instead, they got what was called pastovers. So you can kind of make out, like here, like see how there's a difference in the color of the map? Tarixdan chiqdim. Bu yoqqa vizaga kelgandim litsey uchun. Hozir endi bankka ketaman, undan keyin kutubxonaga. Bu bizani Art and Science Hall'imiz. Kelishimdan oldin shu binodan asosiy darslarim shu binoda bo'lsa kerak deb o'ylardim, lekin shunday birorta darsim bu yoqda emas. Boshqalar qanaqa fikrda bilmayman, lekin aynan menga mana shu taraflar o'z ko'rsatmasligi xuddi Toshkentni eslatadi. Bu yerda hozir avtobus to'xtaydigan joy bor, ayniqsa shu. Kelishimdan oldin, ya'ni sensatsiya kelishimdan oldin, sensatsiyada o'qigan har bitta o'quvchini YouTube'ga qo'ygan kempstorlarini ko'rib chiqqandim. Bitta ham qoldirmay, qayta ko'rib va hozir bitta joyda o'tiribman. Uni ham yozda ko'rgandim va hozir o'ylayapmanki, nechtadir oy avval men internet orqali ko'rgan joylarimni endi hayotda ko'rmoqdaman. Universitetimni tepadan ko'rsa bo'ladigan joyni ko'rsataman. Kutubxonaga keldim. Adashmasam 3-4 kun oldin kitob zakaz qilgandim. O'shalar kelibdi ekan. Bittasi Principles of American Journalism va Elements of Journalism. Shu ikkita kitob zakaz qilgandim. Katta, chunki bu ikkita kitobdan tushadi keyingi haftadagi midtermdagi savollar. Tayyorlashim kerak shunga. Endi volontering qilishga boramiz. Mana bu shaharda. Agarda volontering qilmasak, bizdan scholarshipimizni olib qo'yadi. First of all, show of hands, who is new here who's never been into Mardi Gras before? Volonteringimizni tugatib, bunaqa sovg'alar olib, endi uyga qaytamiz. In half a mile, stay straight on Harrison Avenue to